Menga Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi Bahor, Chinobod, Do'stlik mahallалari biriktirilgan. Biriktirilgan hududlarda yuridik shaxslar 44 ta, shundan 13 tasi fermer xo'jaligi. Yattilar soni 72 ta, o'zini o'zi band qilganlar 1241 ta, dehqon xo'jaliklar 169 ta, deklaratsiya soliq to'lovchilar soni 181 tani tashkil etadi. Soliq to'lovchilar bilan muloqotlar davomida soliq qonunchiligidagi yangiliklar haqida xabardor qilib boraman. Shu bilan birga ularga konstitutsiyaviy burchlarini anglagan holda hisoblangan soliqlarni ixtiyoriy to'lash madaniyatlarini oshirishga alohida e'tibor qaratyapman. Shuning natijasida soliqlarni undirib olishga erishib, menga berilgan rejalarni ortig'i bilan bajarishga erishyapman. Shu bois ham har oyda KPI ko'rsatkichim ham yuqori ball tashkil etyapti. Menga biriktirilgan hududda soliq bazasini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratib kelmoqdaman.